2025-yil futbolning yakuni bo'lishi ham mumkin. Ya'ni biz 2026-yilda boshqa futbol ko'ra olmasligimiz ehtimoli bor. Ha do'stlar, siz noto'g'ri eshitmadingiz. Aytishimdan oldin kanalimga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying. Men esa tushuntirib beraman. Dunyoda shunday ishlar sodir bo'lyaptiki, bu ishlar sabab endi biz boshqa futbol ko'ra olmasligimiz mumkin. Birinchidan, Usmon Dembele Chempionlar Ligasini yutishga juda ham yaqin turibdi. Qolaversa, Usmon Chempionlar Ligasida zafar quchadigan bo'lsa, katta ehtimol oltin to'pni ham qo'lga kiritadi. Menimcha, dunyo bunga hali tayyor emasdi. Ikkinchidan esa Tottenham va nihoyat sovrin yutishi mumkin. Agar ular finalda Manchester Unitedni yutadigan bo'lsa, Yevropa Ligasini qo'lga kiritishadi. Ha, unga ishonish qiyin, ammo Tottenham sovrin yutishga juda yaqin. Uchinchidan esa futbol qiroli Antoni dahshatli o'yinlar namoyish etmoqda. Mavsum boshida bu yili mening eng yaxshi versiyamni ko'rasiz deb va'da bergan Antoni va'dasining ustidan chiqdi va Betisni g'alabalar sari yetaklamoqda. Hattoki Antoniga Barselona qiziqayotgani haqida ham xabarlar chiqmoqda. Biz mem qilishga o'rganib qolgan Antoni endi hech kim bilan hazillashmayapti. Va nihoyat 4-fakt, do'stlar, biz bu kunlarni ham ko'rdik va futbolda endi armonimiz qolmadi. Harri Keyn nihoyat sovrin yutdi. Ingliz futbolchisi Bavariya bilan Bundesliga g'olibiga aylandi. Hattoki Harrining o'zi ham kubok ko'tarayotgan paytda ko'zlariga ishonmadi. Menimcha, endi mening futbolda armonim qolmadi. Xo'sh, sizdachi yana qandaydir armon bormi? Agar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring.